yig'ilish qatnashchilari sizlarga qisqacha Agrobank tomonidan hozir imtiyozli kreditlar beryapti yuridik shaxslar uchun va yoshlar uchun ajratilayotgan kreditlarga qisqacha ma'lumot beraman. Hozirgi kunda Prezidentning 312-soni qaroriga asosan yuridik shaxslarda o'z tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun 100 million so'mgacha bezgarov kredit beryapti. 6 yilga 2 yil imtiyoz davri bilan maksimal summasi 300 million so'mgacha. Agar tadbirkor ayol kishi bo'lsa, rahbar ayol kishi bo'lsa 18%, erkak kishi bo'lsa 20%. 2 yil imtiyoz davri bilan 6 yilga beriladi. Undan tashqari hozir men firma xo'jaligi uchun chorvachilik yo'nalishi ochilgan 100 million so'mgacha. O'sha chorvachilik qilish uchun hozirgi kunda yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun ham hozir 5 yilga 18% dan kredit berilyapti. Imtiyozli davrda o'z ixtiyoriy holatga qo'yib beriladi. Bunda qulaylik taraflari o'sha xohlasin yuridik shaxs bo'lsin, xohlasin jismoniy shaxs bo'lsin, shu o'z-o'zini bandlik qilish orqali 100 million so'mgacha bezgarov kredit bera olamiz. O'sha qanaqa tadbirkorlik yo'nalishi bo'lsa, hozir 312-son qaror asosiy sharti 1 yil tadbirkorlik 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak bankdan hisob raqami ochilganiga. Undan tashqari jismoniy shaxslar o'z-o'zini bank qilish orqali 50 million so'mgacha mahalla loyihasi kredit berilyapti. Uning kredit foizi 23%, 22%, ya'ni ayol kishi, erkak kishi usulini qabul qiladi. 5 yilga 2 yil imtiyoz davri bilan plastikga tashlab beriladi. O'sha kafillik shaxsga qarab.